Alloh taologa hamd va sanolar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. G'azo sektoridagi xalqimiz haligacha qiyin va og'ir kunlarni boshidan kechirmoqda. Avvalo Alloh taoloning fazli ila, so'ngra ihson, yaxshilik qiluvchi Muraqqablar xayriya fondi tashkilotchilarining fazli ila ushbu vayronalar o'rtasida qodir bo'lganimiz qadar qiyinchilikda va ochlikda yashayotgan, qornlari och xalqimizni ta'minlovchi tez yordam paketlari ulashamiz. Haqiqatan ham Allohga qasamki, ocharchilik G'azo sektoridagi har bir burchak va ko'chalarga tarqaldi. Alloh sizga barakotlar bersin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Alloh uchun eng suyukli bo'lgan amal qaysi deb so'ralganlarida, u kishi musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishdir dedilar. Alloh taolodan G'azo sektoridagi ahlimizga qilinayotgan tez yordamlaringizda davomiy qilishini so'rab qolamiz. Alloh taolo bizni ham, sizni ham barcha yaxshiliklar bilan mukofotlasin. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا ضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف